Xazinem Tortil Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. Assalomu alaykum kitobxumar aziz qarindoshlar. Mazkur asar madaniyat inqilobi va davomidagi tarixiy ko'rinishlardan tarkib topgan, shundaqla muhabbat, nafrat va do'stlikdan iborat inson hayotidagi eng muhim tuyg'ularni nihoyat jonli holatda ifodalab bergan roman tipidagi 7 qismliq tarixiy asar bo'lib, asarni ovozliq tayyorlashimizdagi asosiy nishonimiz Uyg'ur xalqimizning vatanga bo'lgan sig'inishiga malham bo'lish, kitobdagi har xil personaj xarakteri va qiziqarli yerlik shivirlarni jonlantirish orqali qalbga kulki beg'ishlash, tariximizni takror eslab chiqish orqali savoq elish va kelgusimiz uchun to'g'ri qadamda ilgirlashdan iboratdir. Mazkur asar Xazinam Tortil Tarbiyalash Markazi tarafidan ovozga ilindi va tayyorlandi. Ma'arif, til uchuri, vatan puroqlarini o'z ichiga olgan, ma'naviyatga foydali texnik ko'p sarxil mazmunlardan bahramon bo'lish uchun Xazinam 2020 nomidagi YouTube kanalimizga ergashib olgaysizlar. Hikmat rəstidən ayrılıb bir koçağa kirdi. Bu yerdə sepil yaqılab eqivatqan bir östəng bar idi. O östəngning əplik bir joyida o'ltirib, kichikroq bir sap üzümni yuyub, rahatlanib yedi. Andın qolganini yağlıqıga chegib qo'yib, seriq to'pidan qo'pirilgan egiz ham qilin sepilga qaradi. Öy saldıganlar yoki kesak quydiganlar olgan bo'lsa kerak, sepilning ba'zi yerlari o'yib tushirilgan bo'lib, saqqagan yerlarining ustungi qatlam orliqidan sesigan, chirigan shaqshunbular ko'rinib turardi. Hikmatning xiyol kaptiri birdinli qanotlanib, yakan sepili ustida parvoz qildi. Bir çağlarda ma'rifatparvar Sultan Abdureshidxon, Ustoz Qidirxon, Malika Omonniso xonimlar bu eziz tuproqda Uyg'ur madaniyat san'atini dunyoga tunutgan edi. Ularning muborak qadam izlari mana mushu go'har diyorga tushgan. Savut, dobulg'a kiygan, qalqon tutib, o'qya qilishlarni asqan sarkardilar Sultan Abdureshidxonning dulduli orqasidan ot tuyoqlarini dupurlatib, mushu ko'chalardan o'tgan. Ustoz Qidirxon Visol muqomini, Malika Omonniso xonim ishrat angiz muqomini mushu sepil ichidagi jannatsimon bog'larda, pinhoni ravoqlarda cheksiz munglarga to'lib yezib qoldirgan. Mana bu qadimiy tuxumak, ta'tir so'gat qaplagan salqin ko'chalardan Malika Omonniso xonimning qizil, yeshil shoylar hilpirlagan mapsi jaranglab o'tgan. U xalq ichidagi muqam parchalarini to'plash uchun bu diyorning sahro cho'llarini kezib, avlodi uchun mangu nur chechib turadigan 12 muqam angushlarini qoldirgan. Cho'nqur hislar ilkida ezilgan Hikmat o'rnidan turdi. Chinqi tush bo'lib qolgan edi. U sepil yaqilab, qizib ketgan lamponchilar qatorlarini bo'ylab orqaga yandi. Hikmat danga qaytib kelganda Sarayvan bovay peshayvon ostida peshin namozi uchun tarat elvatadi. U o'shiqlargacha yuyilgan putlarga kashini sapgandan keyin o'rnidan turdi. Yakanning bozorini ko'rib kelgan o'xshaylar, dedi bovay kulib. Boshqa hamrolar ko'rinmaydi-ku. Ularni tuqqanlarning uylariga o'zitib qo'ydim, dedi Hikmat peshayvon palampiga chiqib etib. Cho'ng dada, tushlik bir nima yemaganlar, men samsi bilan uzum ag'ash keldim. Billayli. Hashqallar hojam, unda qilsam qanday bo'lar? Ya peshin namozini o'tib olamlar. Yo'q, texi biroz vaqti bor, dedi bovay kunga qarab. Bovay uyidan bir kegiz elib chiqib peshayvonga soldi. Kegiz ustiga talima dasturxonni yoydi. Ular qiynamsa, asla, baxsla degach samsi bilan uzumga tutish qildi. Pah, tavudan helili qo'magan samsikan, dedi bovay bir samsini tishlab. Qaramamdigan meyi eqib turdi. To'rt ko'chining do'qmishidagi samsixondan olgandim. O'stan bo'ydikimi, to'g'ri, bu dangliq Seyitniyaz Samsa degan odamning samsisi. Texi uning go'shgirdisini bir yeb baqqan bo'lsa, cho'ng dada o'zlarining tekdi yakanlik o'xshamamdi. Shundaq, men bu danga 14 yoshimda kelgan. Bovay kulib beshini eg'itdi. Mana bir kam 60 yil bo'pti.
Әсілі bu dağ Hərəmbək hacının idi. Onunğa dadısından qağan ekan. Dadısıға onun dadısından qağan degan gap bor. Yeni hökumət kəlgən yili bu dağ musadir qilinib kollektivga o'tibdi. Lekin men yanıla mushu dağda. Pa, bunun qaraganda bu dağning tarixi xeyli uzun-kanda, dedi Hikmat buvayni gapga selib. Acaba bu dağni Qalandar dengi deydikina? Hərəmbək hacının buvisining aytish qaraganda bu danga Shah Mashrab avliyo tushgan ekan, dedi buvay qo'lidagi bir midiq üzümni tutqunicha o'ylanib. U zatning beshida kula, utsida janda, belida sapoyi, dumbusida satar, chachlari patila doim g'azal o'qiydi ekan. Shu uni kishilar Oshiq Qalanda deb atagankan. Hərəmbək hojining buvisi keyin Shah Mashrab avliyoning xotirasi uchun bu dangni qaytadan ko'k qishiq qilib soldirgan ekan. Shah Mashrab turgan dang desilar, dedi Hikmat hayajonlanib. Uning Qalandar dengi deb atilishi bekor emaskanda. Mana shu chaqlardan qolgan rivoyatda mushu dangda u zot bir yakanlikka bir tanga pul berib, "Manga yeyimlik keltir, eshkimga yem keltir, to'xoyimga don keltir" debdi. Yakanlik kishi o'ylanib, bu bir tangiga qandaqmi uningga yemilik, eshkiga yem, to'xoyiga don kela deb boshqa turib, oxir bir qo'g'in opdi. Bu kishi Shah Mashrabga "Qo'g'inning etini sen ye, urqini to'xing yesin, shapqini eshkinga ber" degankan Shah Mashrab. G'aribani yakan mo'minlari, o'z kuningni o'zing og'aysan deb duo qilgankan. Hikmat asli bu rivoyatni Xotanning Qarqashdan chiqqan deb anglagan edi. Lekin buvayning so'zlariga qaraganda Shah Mashrab haqidagi rivoyatlarning variantlari hammani yerda o'zlariga tatbiqlanib so'zlandikan. Lekin u buvayning dang haqida aytganlarga chin ko'ngildan ishongan edi. Mundaq desilar, bu bir tavarruk saroy ekanda, dedi Hikmat xiyolga petib. To'g'ri aytlar hocam, dedi buvay qo'lini dasturxonga surtib etib. Kishilar ozodlikdan keyinmi bir mazgil bu dangni Oshiq Qalandar saroyi deb atab kelgan edi. Buvay namoz peshin bo'lib qolganligini aytib, o'zri aytdi-da duoga qo'l ko'tardi. Hikmat dasturxonlarni yig'ishtirdi. Shu kuni u yotqida kechgacha yo'lga chiqqandan beri safar xotirasini yozdi. Әтісі әттігенде бувайның дәппәгіні бойынша алтын дәрвазыны іздеп кетті. Hikmat gerçi yol boyu sorab yürüp алтын дәрвазыны тапқан болсымы, amma onundan tarixi şahit boğudek birer izna tapamadı. Fakat lampa beşi ve yan tamları qopal kök qish bilan qo'pirilib, qubbi shakillik oyuqlar chiqarilgan, puchulgan, sungan qapartma oyuqlari dağ ve torlar bilan hayvitini yo'qotgan aysimon bir cho'ng darvozani ko'rdi. Darvozaning ikki yon qatirini do'g'abchi, lampongchi, qetiqchi va baqqallar egallagan edi. Hikmat odamlar kirib chiqib turadigan darvozadan ichkariga qadam elishi bilan bog'ni ko'rib, ko'ngli villida echilib qoldi. Egiz o'sgan sana, so'gatlar, shoxlari bosh ustiga egilib tushgan tuxumak daraxtlari, yumron tallari, larzon yelpinib, soya tashlagan majnun tallar qatorliq mevalik va mevasiz daraxtlar bilan qoplangan bu bog'da qadimiy ravoqlar qad ko'tarib turadi. Salqin soylarda shodiliq yo'lanma o'rindiqlarda kishilar dam elib o'ltirishadi. Hikmat bog'ni tomosha qilib aylandi. Bo'libmi uni mahliya qilivog'ini har xil shakldagi ravoqlar bo'ldi. Ularning divanzuzlik o'yma gullari, mehrab shakillik naqshlari, sayqalam va qiyma to'rik zinnatlarimi o'zgacha edi. Hikmat rasm sizish taxtasini elib, kamiginiga pushaymon qildi. Şoň u ätsi ätdigändila raq bilan qaplangan qatlanma resim sizish taxtasini elib kelib, ravaqlarning bir-biriga o'xshamagan qapartma naqshlarini ko'chirib sizdi. Kishilar Hikmatning atrofiga kelishga boshladi. Ular hayron bo'lishib, birda Hikmatga, birda rasmga qarashatdi. Hikmat 3 kun ichida muhim bo'lgan ravoq nusxasi, naqish va o'yma divazdun shakllarini sizib bo'lib, bir kuni xonliq madrasa oldidagi chiltanlik mozoriga keldi.
Qabristonliq intayin keng ketgan bo'lib, ko'zi puchuqi va tayoq paturulgan oddiy avom tuproqlari, qaqshal daraxt tegidagi xotira toshlari, vayron bo'lgan rassiz qabrilar, uzun zamonlardan tortib xarobalikqa aylanishga boshlagan hayvatlik gumbazlar, lapangshib turgan tog' alam, shaddi isriqdonlari bilan bu mazar surlik sukunatga cho'mgan edi. Saidiya xonligi davrida o'tgan ulug' zotlar, olimlar, muqam peshvolari, hunar san'at pirkomillarining muborak tanlari mana mushu ana tuproqqa qo'shilib ketgan edi. Sultan Abdurashidxon, Malika Amonnisa, Qidirxonga o'xshash ma'rifatparvar Odilshoh zoti muboraklar bu diyorda tinch uyquda edi. Ular bu fani dunyoning sariga bir necha kunlik mehmon bo'lib kelishdi-yu ketdi. Biroq avlodlarga uncha marjonlardek yodigarliklarni qoldirib xo'shlashdi. Millatini, ona diyorini dunyoga tunutdi. Xotirjam uxlanglar ota-bovlar. Ajringlarni unutmay, izinglarni o'chirmay kelayotgan biz avlodlaringlar bor. Hikmat ichida pichirladi. U duo qilgandan keyin bir necha minut bosh egib sukutda turdi. Hikmat 2-3 kun yakanning qadimiy sepillari, xonlik madrasalari, qadimiy sayligohlarni ziyorat qilgandan keyin rasm taxtasini esib, Avod bozor, qaynoq rasmlarga kirib keldi. Alman vaqirishadi, harvalar g'ichirlaydi, ot eshaklar dupurilib, to'gilar bo'zlaydi. Qo'ylar ma'rab, to'g'lar qaqildaydi. Miskarchi, taqchilarning sandallaridan yangrgan ovozlar, rang-murang, tiqma-tiqmoqlikqa to'lgan qatorlarning cho'qan so'ranlarga aralashib ketgan edi. Qalandarlarning qayg'uluq, yig'i aralash nolalari, jorchilarning "Ey Yuhannas" deb quliqini tutib to'g'lashlari, darvishlarning mo'ngluq naqshlari bozor shavquniga teximi qaynoq hayotiy kuch beg'ishlaydi. Qatorlarni bo'ylab ketib etib, Hikmatning bir bo'shikchi buvayga ko'zi tushib qoldi. Mati yekteklik qiyirliqidan uzun oq soqollari sarg'ayib ketgan, umr bo'yi engishib hunar qilg'achqa dumchak bo'lib qolgan bu buvay rangarang bo'shiklar orasida qismoqdek egilib o'ltirib, bo'shik shodirlarini bo'yayotdi.